Ben birinchi olganimda ikkita oyog'im tizzam shishib ketgandi. Doktorga bordim, artroz chiqardi, revmatizm. Instagramni qarasam, doktor Alini reklamalari. Keyin o'tirib reklamaga сообщениеda yozdim doktor Aliga. Kasalliklarimni varaqlarini tanishtirdim. Shundan so'ng ikkinchi tip sahrim borligini aytdim. Mehri giyohlardan komplekslar dorilarini berishdi. Mazlarini sutadim. Shu ta'sirida bir oyda men yaxshi bo'lganda, umra safarlariga borishda hayolimga keltirganim yo'q edi lekin. Menga Avazbek aytib nima qilganda men ishonmagandim. Men 1 soat yig'lamman. Shu umra safari nima bo'ldimi deb endi yig'ladimda, ko'rib aylandik. Shetlarni endi birinchi marta ko'rishimizda hammasi joyida bo'lishdi. Xursand bo'ldik ulardan. Mana Tojikiston Respublikasidanman, Jabor Rasulov, mana Matluba G'afforovani nimasidan, rayonidan, boshqa nohiya Dehadan. Jamoati Dehmoydan. Men birinchi olganimda ikkita oyog'im tizzam shishib ketgandi. Doktorga bordim, artroz chiqardi, revmatizm. Qarib 90% qonimda shamollash bo'lgan ekan. Shu nimani ko'rib o'tirib Instagramni qarasam, doktor Alini nimalari chiqqan ekan, reklamalari. Keyin o'tirib reklamaga сообщениеda yozdim doktor Aliga. Mana shunday meni artroz chiqardi deb kasalliklarimni varaqlarini tanishtirdim. Shundan so'ng ikkinchi tip sahrim borligini aytdim. Shularga hammasiga menga mehri giyohlardan komplekslar dorilarini berishdi. Shu artrozimga birinchi o'rinda ichganimda menga o'zi уже 4 kundayoq ta'sirligini bildim. Shundan keyin meni oyoqlarim shishlari qaytib, hatto men 15 kun nimada yurgandimda, hassada tayoqda yurdim. Yo o'sha dorilarni ichib archa yog'larini nima qildim. U archa yog'i ham xuddi detriga o'xshagan nima ekan. Ularni nima qildim? Mazlarini sutadim. Shu ta'sirida bir oyda men yaxshi bo'lganda, keyin qo'shnilarim so'rab nima qildi? Shunday cho'loq bo'lib yurding, yaxshi nimadan nima bo'lding dedi. Men doktor Ali O'zbekistonda Farg'ona oblast Qo'qon shahrida shunday mehri giyohlar tayyorlaydigan nima bor ekan dedim. Shu yerdan olib ichdim desam ishonmagandi. Hozir hamma qo'shnilarim men nimadan keldim? Umra safaridan. Hozir hammasiga men endi Avazbekda nimalarini berib, ular ham olib ichmoqchi. Ular hammasi Rossiyada kelib, oyoqlari revmatizm bo'lgan, mana shu sahrli diabetdan ko'pi nima qilyapti, jalb qilyapti. O'shanga sahrli diabetga ham ular dori olib ichmoqchi. Men shu nima kompaniyadan men behad xursandman, lekin nima sog'lig'im yaxshi bo'ldi mana shu orqali. Xo'jayinim ham hozir endi o'zlari buyraklarida go'shti bor ekan, rohat nimalaridan o'shanga olib kelaman. Xo'jayinim ham kelmoqchi endi. Ishxonasi katta korxonada ishlaydi, parrandachilik fabrikasida. O'shalar ham tayinlabdiki, shu rohat choyini bir nima qilib beringlar deb ko'rsin, kelin degan ekan. Men hozir qog'ozlarini olib ketyapman. Ular ham a'zo bo'lishadi. Mana rohat choylarini olib ichadi. U nimalarni, erkaklarning nimasi ekan, immunitetiga. Menga Avazbek aytib nima qilganda, men ishonmagandim. Men 1 soat yig'lamman. Haqqoniy menga shu umra safari nima bo'ldimi deb endi yig'ladimda. Tojikistondan yaqinroq ko'rsatsak bo'ladi. Yana bir bor yaqinroq ko'rsatsak bo'ladi. E'lon 92 kod bilan uyga borib xo'jayinimga aytsam, ishonmadilar. Keyin Telegramga nima qilib chiqib, elita pochtadan rasmlarni, pasport kopiyalarini nima qilgandan keyin haqqoniy bu kompaniya zo'r ekan deb ishxonasiga borib aytgandan keyin hammasi ishxonadan kompaniyaning choylari bilan tanishib, shuncha xursand bo'libdiki, ular hammasi O'ratepada tojiklar yashaydi. Hammasi kelganimdan keyin kelishdi, xursand aytadiki, hamma xil dori nag'iz budas deb tojikchalab endi gapiryapti-da. Biz ham endi a'zo bo'lamiz deb o'tirishibdi. Aytmang, Madinaga bordik, 2 kun turdik. Doktor Alini restoraniga bizga og'izachar qilib berdi. Yo yaxshi, lag'manlardan, hamma giyohli o'tlardan choylar, nima lag'mon ustiga nimalar qilingan, lekin haqqoniy yaxshi. Hammasi joyida bo'lishdi. Xursand bo'ldik ulardan. Hammadan ham ularning xarakterlari,
gapirishlari bizni вообще jalb qildiki o'ziga. Biz boshqa odamlar bilan borganda ham bunday mehr olganimiz yo'q. Boshqa joylarga biz aylanishlarga borgan. Men ham endi 42 yil ishlaganman-da, dom invalidda ishlayman men. Invalidlar xonasida. 16 yillik stajim bor. Shu ko'p joylarga borgan bo'lsak ham bunday biz sharoitlarni bilganimiz yo'q edi. Men lekin korxonamga, ishxonamga ham aytdim, ular hammasi kelishdi. Ular ham hozir endi olib ichmoqchi. Ko'plari endi sanitarka deydi. Mana nimalar. Hammasi revmatizmlari bor ekan, artrozlari bor ekan. Ular ham hozir nima qilsa olib ichishadi. Oysha bibim ziyoratgohlariga olib borishdi, dengizlarga olib borishdi. Nur tog'lariga olib borishdi. Hamma ziyoratgohlarga borib ko'rib aylandik. Nimaga bordik? Arafat tog'lariga bordik. O'sha yerlarni endi birinchi marta ko'rishimizda, вообще biz o'ylaganimiz yo'q edi bunday yutuqlarga chiqib, umra safarlariga borishda hayolimga keltirganim yo'q edi lekin. Shu jo'nayamiz to borgancha bizda nima bosdi? To borganimizdan keyin u Madinada choy ham ichgan, ovqat yeganimizni ham bilganimiz yo'q. Biz faqat namozda ko'chalariga havasimiz keladi-da. Вообще ko'chalari ham toza, mana shunday kafel, mashinalar kafelning ustida haydaydi. Tag'in hammasi ko'chalari ham atirdi hidi kelgandagida. O'shqa ambarda hidlari kelgandak. Shunday zo'r joylar ekan, haqqoniy. Artrozga sustavni nima oldim, keyin Arixadami degan Arigada shishalardan oldim. Nima sahrli diabetim borda meni. Lekin hozir na davlinamni bilaman, na sahrni. Oyoqlarim og'rirdi lekin Rossiya. Lekin davlinamniki ham ekan Arixada. 180 ga 100 bo'ldi 2 kun. Srazi Avazbekka telefon qilib, "Men o'ladigan bo'layapman, nimaga bunday bo'ldi?" desam, "Sizga zo'r ta'sir qildi" dedi. "Qancha ichyapsiz?" dedi. "1 qoshiq ich" degan ekan, "Men 2 qoshiq ichaman" dedi. "Ya mana 180 ga 100 bo'ldi-da endi." Ya o'shandan keyin men hozir davlinani ham bilmayman. Sahrniga oyog'imga suyaklarim og'rirdi, hech nimani bilmayman. Lekin 11-13 bo'lib qoluvdi-da sahrim. Hozir yo'q, 7. U kuni borib topshirganimda, shu safarga ketayotganimda hamma yoqdan o'tishga borsam 6-1 bo'libdi. 13 bo'lib ketuvdi-da endi. U paytda hamma joyingiz og'rib, suyaklar og'rib turar ekan. Uyqudan turganda ham hamma joyim og'riq bilan turardim. Hozir men u nimalarni sezmayman, yaxshi. Hammasiga tavsiya qilaman. Ular qarindosh urug'larim ham hozir olmoqchi. Ular ham davlinasi balandda yuradi, yurak nimalarida. Olinglar deb o'tiribman. Doktorga yotadi, har oyda 2 marta, 1 marta yotib chiqadi davlina bilan. Undan choylardan ichinglar, bemalol nerv spakoyt qilib ichasizlar dedim. O'zim o'rganib qolman lekin choyiga. Faqat shu kechqurunga agar davlinam chiqqan yo'q, prosta ichib yuraman-da. Nimasiga. Ishxonaga ham olib borib qizlarga ko'rsatdim, ularga ham ma'qul.